Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli futbol muxlislari. Yana bir necha daqiqalardan so'ng Toshkentdagi Paxtakor markaziy stadionida futbol bo'yicha 2002-yil Yaponiya hamda Janubiy Koreya hududlarida bo'lib o'tadigan Jahon chempionati musobaqalarining Osiyo qit'asi 7-guruhidagi navbatdagi uchrashuv boshlanadi. Salom do'stlar, meni otim G'ulom. Men bugun sizlarga O'zbekiston terma jamoasi haqida ma'lumot berib o'taman. O'zbekiston terma jamoasi ilk bora 1928-yilda asos solingan. Sovetlar Ittifoqi parchalangandan sonra ilk rasmiy uchrashuvimiz 1992-yil 17-iyulda Tojikistonga qarshi o'tgan. Bu o'yinda 2-2 barobarlikka qolgan. Keyinchalik Markaziy Osiyo millatlari Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston ichida eng kuchlisiga aylandi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 1994-yil Osiyo o'yinlari g'olibi, 2011-yil Osiyo kubogida yarim finalga yetib kelgan. O'zbekiston terma jamoasi FIFA jahon chempionatlarida qatnasha olmagan. Bosh murabbiy hozirda Samvel Babayan. O'zbekiston terma jamoasi laqabi Oq bo'rilar. Eng ko'p o'ynagan futbolchimiz Temur Kapadze. Temur Kapadze 118 ta o'yinda o'ynagan. Sardor Server Jeparov. To'plar esa Maxim Shatskix. Maxim Shatskix 34 gol. Eng yuqori FIFA reytingi 2006-yil noyabrda 45-o'rin. Eng past FIFA reytingi esa 1996-yilda 119-o'rin. Asosiy libosimiz oq ko'k, zaxira libosi esa ko'k oq. 1998-yil 5-dekabrda yirik g'alabamiz Mo'g'ulistonga qarshi 15-0. Yirik mag'lubiyat esa 2000-yil 17-oktyabrda 8-1 Yaponiyaga qarshi bo'lib o'tgandi. Afsuski. Agar video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar. Agar shunga o'xshash videolar kelsin desanglar, like tugmasini bosishni unutmanglar. Ko'rganinglar uchun rahmat.